Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz devorlar. Devorlar vazifasiga va joylashishiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi. Tashqi binoni tashqi muhitdan saqlaydi. Ichki devorlar esa xonalarni bir-biridan ajratib turadi. Xuddi shuningdek, devorlar bo'lishi mumkin. Demak, yuk ko'taruvchi, o'zini o'zi va yuqorida turuvchi konstruksiyalarning og'irligini fundamentga o'tkazib beradi. Keyingisi o'zini o'zi ko'taradigan devorlar. O'zini og'irligini fundamentga o'tkazib beradi. Keyingisi esa osma usullarga mahkamlangan alohida plita yoki panellar va o'zini og'irligini usullarga o'tkazib beradigan konstruksiya. Endi bu yerda yuk ko'taruvchi devor deganda, demak, biz hammamiz o'zimizda hovli joylarimizda devorlar, tashqi devorlar, yuk ko'taruvchi devorlar bo'lib hisoblanadi. Negaki u devorlar barchasi o'sha tomni ko'tarib turadi. O'zini o'zi ko'taradigan devorlarga esa hovlimizda atrofini o'rab turgan devorlar o'zini o'zi ko'taradigan yoki bo'lmasa o'sha xonalarni bir-biridan ajratib turadigan devorlar ham o'zini o'zi ko'taradigan devorlar bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, demak, yuk ko'taruvchi va o'zini o'zi ko'taradigan devorlardan tashqari osma devorlar ham mavjud. Demak, osma devorlar usullarga mahkamlangan alohida plita yoki panellar va o'zini og'irligini usullarga o'tkazib beradigan konstruksiya bo'lib hisoblanadi. Bu narsani biz sanoat korxonalarida, potolarda, garajlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi g'isht devorlarning shakllanish xususiyatlari. Demak, mana bu rasmda shu g'isht devorlarini shakllantirish xususiyatlari ko'rsatilgan. Agar devor 1,5 g'isht urilganda devorning qalinligi 380 mm bo'ladi. Demak, bu A rasmda ko'rsatilyapti. Demak, bu yerda g'ishtlarning orasidagi masofa, demak, o'sha masofa 10 mm. Demak, bu yerga o'sha rastvor tushadigan joy bo'lib hisoblanadi. G'ishtlarni ustma-ust qo'yilgan vaqtda ham, demak, shuni orasida masofa, ya'ni rastvorga 10 mm joy bo'ladi. Ikkinchisi, 2 g'isht urilganda devor qalinligi 510 mm bo'ladi. Uchinchisi esa, demak, devor 2,5 g'isht urilganda 640 mm ni tashkil etadi. Devor 3 g'isht urilganda devor qalinligi 770 mm bo'ladi. Demak, bu yerda ham hammasida e'tibor qaratgan bo'lsak, standart g'ishtlar orasidagi rastvor tushadigan yer 10 mm bo'lib hisoblanadi. Shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.